Ukraina Luganskdagi kollejga zarba berdi. Qurbonlar bor. 22 may kuni Ukrainaning Starobelsk pedagogika kollejiga qilgan hujum oqibatida 10 kishi halok bo'ldi. Bu haqda Lugansk Xalq Respublikasi rahbari Leonid Pasechnik ma'lum qildi. Qutqaruvchilar butun tun davomida Starobelskda vayronalarni tozalash ishlarini olib bordi. Afsuski, umidlar oqlanmadi. Qurbonlar soni 10 nafarga yetgan. Sog'liqni saqlash tizimi ma'lumotlariga ko'ra, hozirda 10 nafar yarador shifoxonada davolanmoqda. Ularning 5 nafari og'ir ahvolda. Yana 32 nafar yaradorga ambulator yordam ko'rsatilgan. Shuningdek, bedarak yo'qolgan 11 nafar shaxsni qidirish ishlari davom etmoqda. Rossiya tarafi ma'lumotiga ko'ra, 22 mayga o'tar kechasi Ukraina dronlari kollej yotoqxonasiga zarba bergan. O'sha vaqtda binoda 14 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan 86 nafar o'quvchi bo'lgan. Hujum oqibatida bino qulab tushgan. Xabarda aytilishicha, uning yaqinida harbiy obyektlar bo'lmagan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Mudofaa vazirligiga ushbu hujumga javob choralari bo'yicha takliflar tayyorlashni topshirgan. Shuningdek, u Ukraina harbiylarini qo'mondonlik buyruqlarini bajarmaslikka chaqirgan. Hodisa bo'yicha terrorchilik akti moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Rossiyaga yangilik musofirlarni 5 ta qilish kerak bo'lgan hujjatlar bor. Bu hujjatlarni bir yerdan qilib beramiz. Bizning manzillar qayerda? Orqamda 9 va 10-ni tutashgan metro Petrovskiy Razmovskiyning birinchi vahidi va o'ng tomonda esa MSD1 Gorod Dmitriyev Lobni hamma shu yerga keladi va chap tomonda esa MSD3 ham shu yerdan o'tgan Gorod Zelnograd. Bizning manzil to'g'ridagi Paros Targov sentrining 2-etajga chiqib turib, siraz chap qo'lga burilamiz. Shu yerda biz ofis joylashgan. Bu yerda nima qilib beramiz? Sinimiz, biometriya, gosuslugi, sim karta hamda bankovskiy karta qilib beramiz. Ataga 500 rublga bir dona sim kart sotib olsa bo'ldi o'zi uchun. Sim kartalar hammasi bizning ichiga o'z pul qo'yib olasiz. Va bundan tashqari Vastavila gosuslug, past perevod va turdoydagor qo'lda bo'lsa, udan topshirib beramiz через gosuslugi. Xitoy ko'mir konida portlash, 82 kishi halok bo'ldi. Xitoy shimolida joylashgan ko'mir konida 22 may kuni yuz bergan portlash oqibatida 82 kishi halok bo'ldi. Yana 9 kishi bedarak yo'qolgan. Bu haqda BBC xabar qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, Shansi provinsiyasidagi Tongsuzohu guruhga qarashli Laishinyu ko'mir konida gaz portlashi sodir bo'lgan. Hodisa vaqtida kon ichida jami 247 nafar ishchi bo'lgan. Portlash mahalliy vaqt bilan 22 may kuni soat 19:29 da sodir bo'lgan. Ayni paytda qutqaruv ishlari davom etmoqda. Xitoy xalq raisi Si Szinpin hodisa yuzasidan zudlik bilan chora ko'rishni, jabrlanganlarga yordam berish hamda bedarak yo'qolganlarni qidirishni topshirgan. Shuningdek, u voqea sabablari to'liq o'rganilib, aybdorlar javobgarlikka tortilishi kerakligini bildirib o'tgan. Turklar Erondan ham yomonroq ahvolga tushadi. Isroil madaniyat vaziri Miki Zohar Turkiyaga qarata keskin bayonot berib, agar Anqara Isroil bilan qarama-qarshi yo'lni tanlasa, og'ir oqibatlarga duch kelishini aytdi. U bu fikrlarni televizion dasturdagi chiqishi davomida bildirgan. Bu haqda Yeni Safar yozmoqda. Ma'lum qilinishicha, Zohar o'z chiqishida Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'anning Isroil siyosatiga oid bayonotlariga ham munosabat bildirib, Anqaraning pozitsiyasini dushman yondashuvi sifatida baholash kerakligini aytdi. U Turkiyaga dushman davlat sifatida muomala qilishni boshlash lozim degan mazmundagi fikrni ham ilgari surgan. Vazir shuningdek, Turkiya va Eronni ham qiyoslagan. Erdo'g'an Isroilga kelib uni zabt etish uchun armiya tuzmoqchi ekanini aytmoqda. Buni sinab ko'rishlari mumkin. Xuddi shunday fikrda bo'lgan eronliklar ham bor edi. Hozir ularning ahvoliga qarang. Agar turklar ham shunday yo'l tutsa, yanada og'irroq vaziyatga tushib qoladi. U G'azo masalasiga to'xtalib, Isroil armiyasi haqidagi da'volarga ham munosabatini bildirgan. G'azoda 80 mingdan ortiq tinch aholi halok bo'lganiga oid ayblovlar fonida Zohar Isroil armiyasi tinch aholiga zarar yetkazmayotganini ta'kidlab, Turkiya bizni falastinliklarga zulm qilayotgan bosqinchi sifatida ko'rsatmoqchi. Lekin bu noto'g'ri. Biz dunyodagi eng axloqli armiyaga egamiz, deb ta'kidlagan vazir. Eron AQShning $1 milliard dronlarini yo'q qildi. AQSh Eron bilan boshlangan urushdan beri MQ-9 Reaper turidagi razvedka va zarba beruvchi dronlarning 20% gacha qismini yo'qotgan. Bu haqda Bloomberg xabar qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, urush boshlanganidan buyon AQSh kamida 24 ta, ehtimol 30 tagacha MQ-9 dronidan ayrilgan. Bunga urib tushirilgan hamda shikastlanish sababli xizmatdan chiqarilgan apparatlar ham kiradi. Har bir MQ-9 Reaper droni taxminan $30 million turadi. Shu sababli umumiy zarar maksimal hisobda $1 milliard ga yaqinlashadi. MQ-9 Reaper razvedka va kuzatuv uchun ishlatiladigan
Shuningdek, raketa va boshqariladigan bomba olib yurishga qodir dron hisoblanadi. Xabarda aytilishicha, AQShda bu model endi to'liq ishlab chiqarilmaydi. Faqat ayrim modernizatsiya qilingan variantlar mavjud. Uning o'rniga kam miqdorda Avenger dronlari ishlab chiqarilgan. MQ-9 Reaper avvalroq Iroq, Afg'oniston, Afrika, Yaqin Sharq va hatto Qora dengiz hududida ham keng qo'llanilgan. U 2020-yilda Eron generali Qosim Sulaymoniyni yo'q qilish operatsiyalarida ham ishlatilgan. Rossiya Armanistonga iqtisodiy bosimni kuchaytirmoqda. Moskva va Yerevan o'rtasidagi ziddiyat fonida Vladimir Putin Armaniston Rossiya gazini imtiyozli narxda olayotganini eslatib, mamlakat geosiyosiy yo'nalishini tanlash kerakligini aytdi. Bunga javoban Armaniston bosh vaziri gaz narxlari uzoq muddatli shartnoma bilan belgilanganini va bir tomonlama o'zgartirilmasligini ta'kidladi. Shuningdek, Rossiyaning Rossiyolxoznadzor agentligi fitosanitariya sabablarini ko'rsatib, Armaniston gullar importini taqiqladi. Endi meva-sabzavotlarga ham cheklov qo'yilishi mumkinligi aytilmoqda. Tahlilchilarga ko'ra, bu Kremlning Rossiya ta'siridan uzoqlashayotgan Armanistonga qarshi tizimli iqtisodiy bosimni boshlanganini ko'rsatadi. Ukraina aholisi 22-25 million kishigacha kamaydi. Ukraina nazoratidagi hududlarda hozir taxminan 22-25 million kishi yashamoqda. Bu haqda Ukraina ijtimoiy siyosat, oila va birlik vaziri Denis Ulyutin ma'lum qilgan. Ukraina aholisi hozirda taxminan 22-25 million kishini tashkil etadi. Avvalroq migratsiya siyosati ofisi rahbari Vasiliy Vaskoboynik mamlakatda har yili vafot etayotganlar soni tug'ilayotganlardan taxminan 300 mingga ko'p ekanini ma'lum qilgandi. Ukraina ommaviy axborot vositalari ma'lumotiga ko'ra, Ulyutin 1991-yilda mamlakat aholisi qariyb 48 million kishi bo'lganini, 2022-yilda esa bu ko'rsatkich taxminan 41 million kishini tashkil etganini aytgan. Vazir hozir Ukraina hukumati nazoratidagi hududlarda 22-25 million kishi yashayotganini falokat deb atagan. Mamlakatdagi demografik vaziyat, harbiy harakatlar, migratsiya tug'ilish darajasining pasayishi va aholining qarishi fonida og'irlashgan. CNN ma'lumotlariga tayangan UNN xabarida Ukraina tug'ilish ko'rsatkichi bir ayolga bir farzanddan ham pastga tushgani, millionlab odamlar esa xorijda qolayotgani qayd etilgan. RIA Novosti yozishicha, shu fonda Ukrainada harbiy holat va umumiy mobilizatsiya yana 90 kunga uzaytirilgan. Nashr ma'lumotiga ko'ra, Ukrainada harbiy holat 2022-yil fevral oyidan beri amal qilmoqda va bu uning 19-marta uzaytirilishi bo'ldi.